Qizlarjonlar, Medicube tegishli bo'lgan Pediren Pink Peptid serumi qizlar 30 ml kattaligi va asosiy qilayotgan ishi qarishga qarshi kurashish, terilarni qayta tiklash, elastiklik berish va asosiy yuzni ko'tarish vazifalarini bajarib turib, undan tashqari teridagi dog'lar, sepkillarga qarshi kurashadi. Ya'ni terilardagi pigmentatsiyalarni juda ham yaxshi kamaytiradi qizlar. Buni tarkibida salmon bor, losos salmon denkasi bor. Bu teri hujayralarini tezroq ishlab chiqarilishi, tezroq yengillanishi va terini taranglashtirish vazifasini bajaradi. Bu mahsulotni bemalol 20 yoshdan katta bo'lsanglar ishlata olasizlar, chunki 20 yoshdan kattalarning ham yuziga ajinlar va yuz tashashlari, osilishlari paydo bo'la boshlaganligi uchun juda ham zo'r tushadi yuzingizga. Va bu mahsulotni ishlatgan vaqtinglarda sizlar HBH peach bo'lgan mahsulotlar, ya'ni kislotali mahsulotlar bilan birga ishlata olmaysizlar va undan tashqari har xil vita eskali tonerlar, vita eskali kremlar, retinollar, retinoidlar bilan ishlata olmaysizlar qizlar. Va bundan tashqari birozgina vita S kuchli bo'lgan mahsulotlar bilan ham tushmaganligi uchun sizlar pH birozgina kichikroq bo'lgan, ya'ni pastroq bo'lgan mahsulotlar bilan bemalol ishlata olasizlar. Masalan, ko'srix mahsulotlari, estrin mahsulotlari, gialuronli, keramidli, niacinamidli narsalar bilan bemalol birga ishlatsanglar bo'ladi. Lekin birga tushmaydigan mahsulotlar bilan ishlatganingizda bir-birini pHini shunday to'g'rilab boradiki, yuzingizga surganinglarning hech bir foydasini ko'rmaysizlar qizlar. Mana terim yog'li, yog'siz, quruq, ta'sirchan bularni hammasiga birdek tushadi. Faqat ishlatayotgan vaqtingizda nima bilan ishlatish bilsanglar, juda ham chiroyli natija olsanglar bo'ladi. Bilinglarki, Pedirenlar kuchli mahsulot hisoblanadi.